Seni kaftida ko'tarib yurmasa qurisin, chunki seni boshida ko'tarib yuradigan dadang bor. Xo'p, dadasi bolaringiz yozgan tillarni o'qidingizmi? Qani katta o'g'limga yangi yilga iPhone 17, kichkinasiga PlayStation 5, hali moshinda arendasini jo'g'i ham yo'q. Shuncha bo'ldi, qaydan olaman? Voy, muncha dudvoy qilasiz. Hali men tilagim o'qiganingiz yo'q-ku. Sen tilaging nima? Yangi mashina. Voy, malades. Meni bozorga olib chiqib sotinglar bo'lmasa, hamma. Dadajon, hali men tilaklarim o'qimadingiz-ku. Ha, tilla qizim, siz nima yozdingiz? Brilliant o'zakka tilla sepochkami? Men dadajonim har doim sog' bo'lsin. Sochlarimni silab qo'ysin. Yuzlarga kirsin deb yozdim dadajon. Ay jonim qizim, hamma sevgi bir taraf, qizda otasiga bo'lgan sevgisi bir taraf bo'lar ekan. Asal qizimda 10 ta o'g'ilga ham almashmayman deganlar bitta like bosib qo'yamiz. 3, 2, 1. Ava mo'jiza. Ava bilan orzularingizga birga erishing. Rahmat. Jon, mana bitta savol qiyin edi-da. Sizda shuncha uy, pul, mashina qayerdan? Bu savolga shu paytgacha hech kimga javob bermaganman. Mayli, sen yeta qolaman. Rostdan. Mana. Qani? Mana boyliklarim. Shunda siz beda sotasizmi? Jongina. Bu oddiy beda emas. Beda press. Qanaqasiga? Marhamat. Bular mani ongsiz, miyasi yo'q lashkarlarim. Bular ertalabdan kechgacha kommentariyalarga kirib olib, beda press sotamiz, beda press olamiz deb yozib o'tirishadi. Bularni orzu havasi, karyera qilish maqsadi yo'qmi? Maqsad? Jangchilarim, nima yengilinglar? Men o'sha beda press deb ibratli videolarga yozishga o'tdim. Mani beda press kommentim 3000 ta like yig'di. Men beda pressga gif yasab qo'ydim. Endi maza qishlatamiz. Bundan oldin nima ish qilgansiz? Xo'p. Bularchi, Nexi 2 narxini sun'iy ko'targanlar. Xo'jayin, beta press temasi ozgina sovuvyapti. Nimadir topish kerak. Menga qara, shu paytgacha kallang ishlatganmisan? Yo'q. Bo'ldi. Hozir odamlar bir-chilik kommentariyalar yozishadi. Shu yerdan topib olaverasan. Menga qaranglar. Bo'ldi-da endi. Uyatamasmi? Vau! Qalay qizim, yarashdimi? Ha, krasavchik bo'lib qoldingiz-ku dadajon. Yo'q, qalay qizim, yoqdimi? Ha, vashsha zo'r. Siz o'zingizga etak olasizmi? Yo'q, qizim, meni oyoq kiyimim senikidan qalin. Voy, dada, siz oyoq kiyimingiz zo'r-da. 5 yildan beri shuni kiyasiz. Meniki har 3 oyda yirtiladi. Ha, meniki ko'jinlikda qizim. Shafir oldik, shapka oldik, etak oldik. Dada, siz o'zingizga shafir olasizmi? Dadalar sovqatmaydi qizim, kerak emas, ketdik. Voy, men bu kurtkani zo'rligini. Dada, shuni olib bering, shuni olib bering. Xo'p, qizim, opa bu kurtkangiz nech pul? 300 ming. Pulim sal kamroq qoldi. Va shu kurtkangizni sal kelishtirib bering. Qizimni rosa olgisi keluvdi-da. Mayli, kayfiyatim ko'tarildi. Sizga 250 ga beraman. 250. Dada, olaylik. Opa, bizga dadam hamma narsalarni berdi. Vau! Bu sizga. Dadam o'ziga zo'r telpagim oldi. Qani ko'rsatchi? Yo, dada telpagingiz qani? Ha, uni u boshimga kishnalik qildi, qaytarib berdim. Keyingi loyihadan olaman, qizim. Opang etigini ham berdingmi? Dada keladi hozir. Bulutlar qoplagan osmoni bo'ladi toza. Seni ko'targanidan keyin bag'riga bos. Dada keladi hozir. Kelding hayotimni ikkiga bo'lib. Sengacha o'zi bo'lganmi to'liq. Uydan chiqishim bilan seni sog'inaman.